Assalomu alaykum. Bugun siz bilan qanaqa qilib 200 dollardan boshlangan biznes hozirgi kunda yillik aylanmasini 16 milliardga chiqardi. Shu haqida bo'ladi. Yaxshilab joylashib, kofelarni damlab o'tirib oling. Bu mavzu aniq sizga qiziq bo'ladi, chunki sizda ham aynan shu holat bo'lishi mumkin. Men o'zimni biznesimni 2020-yil karantinda hamma uyda o'tirgan paytida boshlaganman. Atigi qo'limda 200 dollar pul bor edi. U paytida davlat ishida ishlardim, lekin pul yo'q edi. Davlat ishxonasi bizga majburiy ta'til bergan edi va o'tnoy pulimiz tushganida shotimga 200 dollar pul tushgan. Shundan 150 dollarini u paytda givlar juda ham zo'r ishlab berardi va 150 dollarini givga, 50 dollarini esa mahsulot sotib olishga olib qo'yganman. Hamma ura uyda karantin har qanaqa shovqin suron bo'layotgan payti biza o'zimizni reklamalarimiz va kosmetikalar orqali u paytida men o'zimni optimlarim, boshqa tanishlarim bo'lmasdi, bitta dona o'rtog'im Parkenskiy bozorda savdo qilardi. Magazini yopiq edi, Telegram kanalini yurg'izardi. Shu Telegram kanalidagi rasmlarni olib, Instagramga joylab turib, givdan qo'shilgan obunachilar zakaz qilishni boshlashdi va hamma kosmetika zakaz qilyapti. Tasavvur qilasizmi? Karantin, hamma joyda shovqin, nimadir bo'lyapti, u bo'ldi, bu bo'ldi degan paytida biz dastavkada kosmetika sotamiz. Va o'sha paytda amin bo'lganmanki, insonlarga har doim ehtiyojiga yechim beradigan mahsulot sota olsak, har qanaqa vaziyatda ham biz sotuvlarni amalga oshira olarkanmiz. Va qarabsizki, shunaqa darajada bo'ldi, biz karantin tugab, erkinlik berilib, bozor optimlar ochilishi boshlagandan keyin men o'zimni o'sha 200 dollardan boshlagan biznesimni umuman o'zim ehtiyojim uchun yechmasdim, olmasdim, chunki turmush o'rtog'imni o'zlarini o'sha topayotgan pullariga yashirdik. Men o'zimni topayotgan pulimni faqatgina aylanmaga, faqat zakaz olish uchun ishlatishga boshladim. Va Optimdan, Orizordan, Ipodromdan har xil mahsulotlarni olib, nima Instagramda trendga chiqayotgan bo'lsa, aynan shu mahsulotlarni sotish orqali kosmetika kanalim bo'lardi. Aynan o'sha yerda sotardim. Endi tasavvur qiling, men o'zim Yangiobodda turaman. Har kuni o'sha karantindan keyin, hamma joy ochilgandan keyin har kuni ertalab Orizor bozoriga borardim. Kechqurun bilan olgan zakazlarimni ertalab 8:20 gacha olardim. Chunki soat 9 da ishga borishim kerak bo'lardi. Men ishdan bo'sha olmasdim, sababi hali biznesim yurib ketmagan, aniq qat'iy ketayotganim aniq emas edi. Shunchaki boshlangan qo'shimcha daromad sifatida boshlangan ishim edi. Va shunaqa darajaga yetdiki, zakazlar ko'p, lekin pul yetkiza olmaslik. Va kuniga 3-4 mahallab Ipodrom, Orizorga borishga majbur bo'lardim. Lekin hozirgi kungi natijamni mevasida bilaman, o'sha paytda o'tkazgan vaqtlarim, chunki ko'pchilik aytishi mumkin, erinishi mumkin, voy unaqa edi, voy har kuni boramanmi Orizorga, va unaqa edi, bitta dona zakazga boramanmi degan juda ham bahonalar ko'p. U paytda masalan Yandexlar unaqa aktiv emas edi. Masalan, Yandexdan tovarni chiqarib yuboring desa, hech kim chiqarib bermasdi почти. Lekin shunda ham men o'zimni o'sha paytda kreditga olingan Spark mashinam bo'lardi. Shu mashinada har kuni ertalab Orizorga borardim, obedda dastavkani tashirdim, kechqurun 10:30 gacha dastavka qilib, 1 yil u 7 oy davomida o'zim ham dastavka qilganman, ham o'zim adminlik qilganman, ham o'zim stories maker bo'lganman, ham o'zim video yasaganman. Xullas, hamma ishni o'zim qilganman. 1 yil u 7 oy davomida. Keyin yonimga bitta dastavkachi olganman. Undan keyin komanda qilishni boshlaganman. Endi qarang, 1 yil davomida men 2020-yil noyabrgacha hamma qatori bilim shart emas, hamma qilyapti-yu, shu ishni qilaman, bo'ldi deb o'ylaganman. Lekin men o'zim topayotgan pulim atrofimda men bilan boshlaganlarga nisbatan kamligini o'zi his qilishni boshlaysiz va o'sha paytda o'qishim kerak ekan deb SMM Pro degan kurs ochilgan biznes rivojida. Aynan shu kursning narxi 3 million so'm bo'lgan. Endi tasavvur qiling, men o'zim oyligim 1,6 million so'm. Lekin kurs 3 million so'm. O'shanda hamma ustimdan kulgan. Sen jinnimisan, topayotgan pulingdan ko'p pulga ham o'qiysanmi, boshqa qilasanmi deb juda ham ko'p qarshilik bo'lgan. Oilam, atrofimdagilardan. Lekin men tavakkal qilib, bo'lib to'lashga oyiga 500 ming so'mdan qilib
kursni sotib olganman. Va ishonasizmi, bitta dona shu kursni uyga vazifalarni o'z vaqtida bajarish va natija qilish uchun harakat qilib, bir oyda kursni pulini to'lab, keyingi kursga ham to'lov qila olganman. Va o'qishim davomida kelajagi kattaligi, agar brend yaratmasam hamma qatori bo'lib qolishimni tushunib yetib, 2021-yil oktyabr oyida Faya brendiga asos solganmiz. Va men hamma narsa sotadigan narsalarimdan voz kechib, sitvoyda ham ishlardim, Greenleaf, NL hammasidan chiqib, faqatgina fokusimni bitta narsaga qaratganman, ya'ni korset sotishga. Va Orizordan olib sotganman boshida korsetni. Korset sotishga kirishganimdan keyin Orizordan boshlangan biznes hozirgi kunda fabrika darajasiga yetgan. Orizordan olgan paytimda har kuni qatnardim, tushgan zakazlarni har kuni kun olishga harakat qilardim. Va men eng katta bu natijaga chiqishimga eng katta yutug'im bu, men o'zim aylanayotgan aylanmadagi pulimga tegmaganim bo'lgan. Shu paytgacha umumiy hisobda 5 yil bo'ladi, mana oktyabr oyida Faya brendiga asos solinganiga. Shu paytgacha Faya brendidan o'zimning ehtiyojim uchun atigi 2 marta pul yechganman. Bu bir marta 2022-yil sentyabr oyida $27,000 bo'lgan. Ikkinchisi esa 23-yil iyul oyida $36,500 bo'lgan. Ungacha faqatgina o'zimning ehtiyojim uchun kerakli summani olaman va qolgan hammasini oborotga aylantiraman. Va hozirgi kunda yillik aylanmamiz 16 milliardga chiqib va aniq maqsad qo'yganmiz. Bizning brendimiz Faya brendi dunyo miqyosiga chiqish va yillik oborotini $10 million chiqarish. Bu sizning nazaringizda ko'rinishi mumkin noaniqlik, o'xshamaydi deb. Lekin ishoning, men hozirgi holatimga yetib kela oldimmi? Demak, bundan ham ortig'ini eplasa bo'ladi. Chunki dunyoda aynan shu formula asosida qilib ko'rilganlar bor va yiliga 414 milliarddan oshuv dollarda o'zini oborotini qilayotgan aynan shu yo'nalishdagi bizneslar bor. Va bu nimani anglatadiki, bizning biznesimizning kelajagi bor. Insonlar har doim ozishga ehtiyoji bo'ladi, tug'adi, har doim qorinni yo'q qilish kerak bo'ladi va biz bu xizmatlarni ko'rsatish orqali bizning biznesimiz davom etaveradi. Va Xudo xohlasa, men ishonamanki, har bir ekran orqasida o'tirgan inson o'zini nishasini topib olsa, o'zini yo'nalishini aniq qilsa, bemalol minimal summa bilan o'z biznesini boshlay oladi. Endi sizga savol, shu videoda masalan ma'lum bir qismini aytib berishga harakat qildim. Sizga bitta maslahat berardim. O'zingizning maqsadingiz nima? Siz ham qila olasiz. Men bunga 100% ishonaman. Faqatgina maqsadimiz aniq, qayerga qarab ketyapmiz, o'zi bu dunyoda yashashimizdan maqsadimiz nima? Agar bizani o'sha maqsadlarimizga erishsak, nimalarni qila olamiz? Kimga yordam bera olamiz? Oilamizga, ota-onamizga yoki farzandlarimizga yoki yaqinlarimizga, umuman jamiyatda qanday inson bo'lmoqchisiz? Shular haqida daftarga o'tirib yozing. Shundagina siz aniq biznes qilishingiz kerakmi yoki yo'qmi? Shu qarorni qabul qila olasiz va bemalol $200 deysizmi, $1000 deysizmi? Har qanaqa holatda ham o'zingizni biznesingizni boshlab turib, bemalol katta kompaniyaga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga bu hikoya qiziq bo'lgan bo'lsa va biznes haqida ko'proq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Men sizga ko'p YouTube'da videolar tayyorlashga harakat qilaman.